Eslatma qilamiz azizlar. Assalomu alaykum. Bu yilgi migrantlarning farzandlarini o'qishga olishda ekzamen deb vahima qilyapti, ammo testiruvni o'tadi ekan, test o'tadi. Test o'tganda qanday maktab yoshidagilari maktabga borayotgan paytda 6 yoshdan tepasiga test o'tadi va agar testni topshira olmasa, yana 3 oydan keyin yana topshirish huquqiga ega bo'ladi. Bunda ogohlantiryapti. Ota-onasi ofitsialni yurgan bo'lishi kerak. Tushunyapsizlarmi? Agar RVP VNJsi bo'lmasa, patentda yurgan bo'lsa, onasining ham, otasining ham yurish-turish turmushi ofitsialni bo'lishi shart. Yana 6 yoshdan tepa farzandlar любой 14 yoshgacha ayniqsa 14 yoshdan keyin narkotik analiz ham topshiradi, narkotikga qarshi. Ungacha esa datkoloskopiya, 6 yoshdan tepasiga datkoloskopiya va boshqa analizlarni topshiradi. Mantu degan nimasi bor, privivkasi bor. O'zbekistondagi privivkalari birga bir tushadi. Agar ruscha perevod qilib kelsangiz, O'zbekistondan keladigan bo'lsangiz, undan-da yaxshi. Endi 6 yoshdagi mantu degan privivkasi bor, 7 yoshda yana bir balasi bor, 8 yoshda yana bir balasi bor. Xullas, necha yoshda bo'ladigan bo'lsa, o'sha yoshdagi privivkani olib kelgan bo'lishi kerak. Agar olib kelmagan bo'lsa, bu yerda частный klinikalarga jo'natadi yoki shu shaharingizda bitta yarimta joyda o'zi ofitsialni qiladi. Yoki частныйga jo'natadi, частныйdan qilib kelasiz, tinchgina, tezroq bo'ladi. 700 so'm, 1000 so'm turadi. Nima maktabga berayotgan paytingizda mana xalqdan tayyorlanadigan odamlar ko'p-ku. Keyin o'zimiz farzandlarimiz o'tgan yil shunaqa yugur bilan qilib olganmiz. Videolar chiqargan bo'lsa, ko'rgan bo'lsalar. Datkoloskopiyani topshiradi va ularga ham yashil kartochka beradi. Xuddi patent olganida yashil kartochka bor edi-ku, barmoq izlari. 6 yoshdan tepasining hammasiga barmoq izlari olinadi va registratsiyasi esa otasiga yoki onasiga qarab cho'ziladi. Agar ota-ona 3 oyga to'lov qilib cho'zadigan bo'lsa, 3 oyga cho'zadi. 10 oyga cho'zadigan bo'lsa, 10 oyga cho'zadi. Tushunyapsizlarmi? Agar bittasida RVP bo'ladigan bo'lsa, otasida bo'ladigan bo'lsa, otasiga qarab cho'zib qo'ya qoladi. O'qishda nima maktabda o'qishga shu bolalarni beradiganlar kelsa, shunday narsalarga tayyor bo'lib harakatini qilish kerak. Birinchi 3 oylik registratsiyani hamma qiladi. Migratsionni uchotga qo'yadi. 3 oylik registratsiyani. Shu mobaynida hamma hujjatlarni tayyorlagandan keyin, ota-onasi patent olgandan keyin prodleniyasida turdovoyda gormo prodleniya qilsa, bolalarga ham xuddi shunday prodleniya qiladi. Farzandlarga patent to'lanmaydi 18 yoshgacha bilsangiz.